Bemorimiz juma kuni murojaat qilgan edilar, yiring boshlanyapti degan edik. Quymuch sohalarini kissasi yiringlagan edida, yiringlash boshlangan edi. Oradan 3 kun qisqa vaqt o'tgan bo'lsa ham, lekin yiring mana tarqalgan joyini ko'rishingiz mumkin. Mana shu shuncha joyga yiring tarqalib ketgan. Kelgan kunlarda faqatgina yiringli saqlama faqatgina o'sha orqa o'rta chiziq sohasida edi. Yiring ko'proq joyga tarqalgan ekan, to'liq nekrektomiya qildik va operatsiyadan keyingi jarohatlari shu holatda bo'ldi. Jarohat albatta katta. Xudo xolisa lekin bitib ketadi. Hammasi yaxshi, xudo xolisa. Mana soatimiz necha bo'ldi endi mana 22:18. Operatsiyalarimizni aniqlab hozir tugatdik. Kesib olgan quymuch kissasini Alisher sirasi kesib ber. Kissamizni ichida juda ko'p miqdorda soch qoldiqlari kesib o'raman shunday ochib. Kissani ochyapti. Oxirigacha просто 2 ga bo'lib tashlamadingda. Общий 2 ga bo'lmadingda. Общий. İçinden çıkarttım. Bu yola gelirse bundan hem kursup koşunca boşalım. Bunu bir tarafından saçına ne koyuyorum ne kadar koy. Şimdi bu tarafa şimdi yakınırsın. Sağ ol. Xolos mana kissaning ichidagi yiring to'qimalari va unga tutash bo'lgan qo'shimcha yiringli bo'shliq.